Quadra Bugungi kill. videoda o'zimdagi pro nastroykani ko'rsataman. Shu vaqtgacha o'zim o'ynab yurgan nastroykani sizlarga Rampage. qanday qilish kerak ekanligini ko'rsatib beraman. Killing Videoni spree. ko'rishdan oldin videoga like bos va kanalga obязательно obuna bo'l. Killing spree. Bu nastroykani har kim ham ko'rsatavermaydi. Shu uchun obuna bo'lish alohida. Bir joying kamib qolmaydi, sendan hech narsa ketmaydi. Shunchaki kanalga obuna bo'l. Hozir obuna bo'l va bizni kuzatishda davom et. Baribir qachondir obuna bo'lasan. Bugun obuna bo'lganing yaxshiroq. Chunki biz kunda 60 mingta bo'lishimiz kerak. Shuning uchun hozir kanalga obuna bo'l. Hozirgi ko'rsatib beradigan nastroykam bu kompyuter uchun. Bu brazilskiy emulator, brazilskiy nastroyka qilishni o'rgataman. O'zbekistonda hali hech kim buni qilmagan. Men birinchilardan bo'lib sizlarga buni ko'rsatib berishim kerak. Va bu nastroykani qilganimdan keyin seni O'zbekistonda deyarli hamma chet el deydi va seni hech kim komnataga qo'shmay qo'yadi. Demak, biz boshladik. Birinchi Chrome'ga kiramiz. Sizlar tillaringda chiroqmay o'zbekchasiga. Bu yerga yozamiz Google Play Beta Games va qidiramiz. Birinchida chiqqan saytga kiramiz va bu yerda kompyuter orqali yuklab olish degan joyga bosamiz va brazilskiy emulatorda yuklab oladi. Endi uni o'rnatamiz. Xotirani tanlaymiz va pastda o'rnatish tugmasini bosamiz. Undan tashqari biz oddiy telefonimizdan yoki oddiy emulatordan kirib Free Fire Max ga kirib ko'radigan bo'lsak, Max'da tepasida Get Email degan joy bor, Play Games'dan kelgan. Shuni bosish orqali ham Gmailga xat yuborishimiz mumkin. Aynan shu xatda Free Fire brazilskiy emulatorda yuklab olish uchun havola bo'ladi. Xullas biz uni yuklab oldik. Endigi qiladigan ishimiz uni o'rnatish jarayonini qirqib tashlayman. Va to'liq yuklanish tugagandan keyin xuddi shunday oyna chiqadi. Endi qiladigan ishimiz Google hisob bilan davom etamiz. Va bu oynani yopishimiz mumkin. Buni yopamiz. Endi bu yerdan shu tugmani bosamiz. Men ekranda ko'rsatayotganimda va bu yerda Free Fire Max Rikda turadi. Bo'lmasa qidirib yuklab olishimiz ham mumkin. Aynan shu Free Fire Max bor. Faqat shu, buni yuklab olamiz va biz brazilskiy emulatorga Free Fire Max'ni o'rnatgan bo'lamiz. Endi shunchaki boshlashni bosaman. Full o'yna qilib olaman va men o'zimning akkauntimda login qilib olishim kerak. Bu yerlarni ham o'zgartirishlar mumkin. Va men endi Free Fire'da ichini nastroyka qilishni boshlayman hozir. Hop, sozlamalarga kiramiz va bu yerlarini xuddi men videoda ko'rsatayotganimdek qilib chiqasizlar. Bu yerlarda ham bu ovoz, men doim efirda ovozni birga qo'yib qo'yaman. Hamma xohlagandek qiladi. Bu yerda display grafikani eng yuqori sifatga qo'yamiz, chunki biz kompyuterda o'ynaymiz, telefondan farq qilish kerak. Buni xuddi shunday hamma joyini. Endi bu asosiy tugmalar, buni hamma xohlaganday qilish kerak. Men o'zimnikini ko'rsatyapman hozir. Aynan i'ni bosib stinka qo'yaman. Stinka qo'yish qaysi deyotgan bo'lsanglar va bu yerda hammasi bor. Xuddi shunday meni nastroykam. Men doim shunda o'ynayman. Endi bu yerlar asosiy narsalarini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kerakmas narsalar juda ko'p. Shularni o'chirib chiqamiz birinchi. Masalan, kamera, har xil emotsiya belgilari, har xil yozuvlarni ko'rinmas qilib qo'yishimiz kerak. Bu ekranda bizga xalaqit berishi mumkin. Va mana shu o'ta degan tugma ham kerak emas. Asosiy ko'rinadiganlarini to'g'rilab chiqamiz. Monitorimiz qancha katta bo'lsa, tugmalarni shuncha kichkina qilib qo'yishimiz mumkin. Mening monitorim yetarlicha kattalikda va men buni shu uchun kichkina qilib qo'yaman.
asosiy o'yinda bir martalik chiqadigan tugmalarni esa mishka bilan sraz bosish uchun katta qilib qo'yyapman va buni ekran o'rtasiga va qolgan tugmalarni ham xuddi o'zimizga keraklicha moslashtirib olamiz. O'yinda doimiy ko'rinmaydigan tugmalarni katta qilib qo'yishimiz mumkin va bularni kichkina qilib qo'yayotgan sababi bular ekranda baribir ko'rinmaydi. Buni biz klaviaturada bo'lsamiz, shuning uchun bu tugmalar juda katta bo'lsa ham, juda kichkina bo'lsa ham baribir ekranda ko'rinmaydi. Va bu bo'ldi. Endi bu controls bo'limida men o'zimnikini birma-bir ko'rsatib o'tyapman. Sizlar ham xuddi shunday qilib olishlaring mumkin. Ularda nima ekanligini tushuntirib o'tirishim shart emas. Buni hamma Free Fire'chilar o'zi juda yaxshi biladi nimaligini bu narsalarni. Info odam ma'lumotlari buni ham o'zimizga moslab olamiz. Men o'zim uchun moslab olyapman hozir. Va emulatorda agar topishga qiynalsanglar, men video pastida havola rasmiy saytni qoldiraman. Shu yerdan o'tib yuklab olishlaring mumkin. Free Fire'ni esa xuddi shu emulatorda ichidan yuklab olasizlar va barchasi bo'ldi. Endi trenirovka qilib ko'rsataman hozirroq. Endi mishkani qimillatganda agar juda sekin bo'lib qolgan bo'lsa, buni to'g'rilash mumkin. Mana shu qidiruvga control panel deb yozamiz va shu yerga kirib mouse degan joyga kiramiz va buni eng teziga qo'yib qo'yamiz. Birinchisini xuddi menikidek qilib olsanglar zo'r bo'ladi. Mana shuni fast oxirgisiga va bu yerlarini o'zlaringga moslab olasizlar va buni xuddi shunday qilib qo'yganman men. Sizlar ham xuddi shunaqa qilib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Bu yerda undan tashqari klaviaturani panelini ham tezlashtirib qo'yishimiz kerak. Buni ham hammasini fastga qo'yib chiqamiz oxiriga va bizda klaviatura bossak tez javob beradi kompyuter va yaxshi headshot berib ketamiz. Bu bo'ldi. Endi o'yinda o'ynab ko'ramiz. Shu nastroykamizda qanday headshot uchishini va nastroyka rezultatini shu videoda ko'rishing mumkin. Yumpi Drabach degilda yaxshi headshot uradi. Videoda ko'rishingiz mumkin. Baribir brazilskiy emulator oddiy emulatorga qaraganda yaxshiroq headshot beradi. Buni o'ynab ko'rganlar biladi. Agar bundan da zo'r nastroyka kerak bo'lsa, menga Telegramdan yozishlaring mumkin. Telegram manzilimni bilasizlar. Shunchaki qidiruvga meni ismimni yozsalaring, meni profilim kelib chiqadi. Olmos xizmatlari ham bor undan tashqari. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Dominating. Unstoppable. Rampage. Killing spree. Killing spree. Killing spree! Killing spree! Ugh.
spree! Killing spree!